keyingi masala nafaqat sizlarga, balki do'kon rahbarlarining ham muammosi bor do'konda. Shuning uchun mana ularni ham ochiq oydin ko'rsatib ketamiz. Keling mana bu. Hamma mijozlarimizga yaxshi ko'rgan Concentration futbolkasi. Bu standartdan doimiy bo'ladi. Doim narxi o'zgarmaydi. 99 ming 900 so'mga taklif etiladi. Concentration brend ostida ishlab chiqarilgan futbolkalarimiz qanday sotilyapti? Yana talab bormi mijozlarimiz tomonidan deganimga, yo'q aka, hozircha havo isib ketgani yo'q. Hozircha unaqa talab yo'q deyishdi-da menga. To'g'rimi? Shunaqa javob berdi. Ana endi qarang bitta. Concentration qora ranglardan bor, oq rangini qarang. S o'lcham, S o'lcham. Hammasi S qolibdi. Hammasi S o'lcham. Do'koningizda sotuvchi yo'qmi sizda? Yo'q. Sotmaysizlarmi mijozlarga? Xo'p, kelgan mijoz qanday topsin buni? Emini, elini. Kimga murojaat qilsin? Nima sizlar ta'minlab qo'ymagansizlar? Mana bu yerda ham keling. Mana bu yerda ham bor deyishingiz mumkin. To'g'rimi mana? Bu ham concentration yozib qo'yibdi. S. Bu kishi demak do'kon rahbari, menejeri Shohruh. Bu kishining shogirdlari, to'g'rimi? Nima deysizlar? Mana mijozimiz shu joyda bizdan rozi bo'lyaptilarmi? Missiyamiz bizdan nima? Mijozlarni xafa qilishmi? Norozi qilishmi? Nima bizning missiyamiz? Hammasini oddiylashtirib, shu mijozni rozi qilish. Zo'r. Barchasini oddiylashtirib, mijozni rozi qilish. Biz barchasini oddiylashtiryapmiz-ku, murakkablashtiriryapmiz. O'sha mana bu yoqda murakkab e'lonmoqchiman. Qayerga murojaat qilay? Ana endi qarang, ketdik skladga boramiz mana. Hammamiz shu yoqdan skladga boramiz. Concentration futbolkani ko'rdingiz-a? Holatini. Do'konda hozir katta yo'q. Demak, 10 dona oq Concentration futbolka turibdi. Hammasi S o'lchamli, to'g'rimi? Shunaqa.